Assalomu alaykum, hurmatli talabalar hamda o'qituvchilar. Bugungi mavzumiz matematika darslarida differensial yondashuv, nazariy asoslar va amaliy tajribalar hisoblanadi. Rejalarimiz: differensial yondashuvning nazariy asoslari, matematika darslarida differensial yondashuvni qo'llash zarurati, differensial yondashuvni amalga oshirish metodlari, amaliy tajribalar hamda natijalar hisoblanadi. Differensial yondashuv bu ta'lim jarayonida o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olib o'qitishdir. Bu yondashuv har bir o'quvchiga mos sharoit yaratishni nazarda tutuvchi o'ziga xos bo'lgan jarayonlardan biri bo'lib hisoblanadi. Pedagogik asoslari ta'limni individuallashtirish va tabaqalashtirish g'oyasiga asoslanadi. Har bir o'quvchi alohida shaxs sifatida qaraladi. O'quvchilarning mustaqil faoliyati qo'llab-quvvatlanadi. Psixologik asoslarda o'quvchilarning yosh xususiyatlari hisobga olinadi. Har bir bolaning idrok, xotira, tafakkur, diqqat darajasi turlicha bo'ladi. Motivatsiya va qiziqishlarga mos yondashuv zarur bo'ladi. Differensial yondashuvning maqsadi har bir o'quvchining imkoniyatini ochish, bilimlarini samarali o'zlashtirishni ta'minlash va o'quvchilarda mustaqil fikrlashni rivojlantirish hamda ta'lim sifatini oshirish hisoblanadi. Matematika darslarida differensial yondashuvni qo'llash zarurati o'quvchilarning individual farqlari mavjudligi, ularning bilim darajasi turlichaligi, qobiliyat, tafakkur, tushunish tezligi farqlanishi kabi jarayonlar turlicha hisoblanadi. Shu sababli yagona metod bilan ishlash yetarli emas. Matematika fanning murakkabligi matematika abstrakt va mantiqiy fikrlashni talab qiladi. Ayrim o'quvchilar uchun tushunish qiyin bo'lishi mumkin, ayrimlar uchun oson bo'lishi mumkin. Shunda har bir o'quvchi o'z darajasida tushunadi. Inklyuziv ta'lim talablaridan kelib chiqadiki, maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlash zarur. Har bir o'quvchi uchun teng imkoniyat yaratish muhimdir. Differensial yondashuv inklyuziv ta'limning asosiy talabi hisoblanadi. O'quvchilarda motivatsiyani oshirish, o'ziga mos topshiriq o'quvchini qiziqtiradi. Qiyinchilik darajasi mos bo'lsa, o'quvchi zerikmaydi, darsga qiziqish ortadi. Mustaqil fikrlashni rivojlantirish: har bir o'quvchi o'z darajasida ishlaydi, muammoli vaziyatlarni yechishga o'rganadi va mantiqiy tafakkuri rivojlanadi. Differensial yondashuvni amalga oshirish metodlari: darajalashtirilgan topshiriqlar, ya'ni oson, o'rta va murakkab darajadagi. Har bir o'quvchi o'z imkoniyatiga mos ishlaydi. Guruhlar bilan ishlashda o'quvchilar bilim darajasiga qarab guruhlanadi va har bir guruhga alohida topshiriq beriladi. Hamkorlik orqali o'rganish amalga oshirishni kuzatish mumkin. Individual yondashuvda har bir o'quvchiga alohida topshiriq berish, o'quvchining qiyinchiliklariga mos yordam ko'rsatish hamda mustaqil ishlashga yo'naltirishdir. Interaktiv metodlardan aqliy hujum, klaster va insert metodlarini olish mumkin. O'yin texnologiyalarida muammoli vaziyatlar yaratish, aktlardan foydalanish, onlayn testlar va platformalardan, kompyuter multimedia vositalari hamda vizual va animatsion materiallardan foydalanish mumkin. Amaliy tajribalarga misol qilib, masalan, darajalashtirilgan masalalar berish mumkin. Bu mavzu 3 xil darajada beriladi. O'quvchilar o'z darajasiga mosini bajaradi hamda o'quvchi faol qatnashadi bunda. Ijobiy natijalarda o'zlashtirish darajasi oshadi, o'quvchilar faolligi kuchayadi, mustaqil fikrlash rivojlanadi, darsga qiziqish ortadi. Pedagogik samaradorlikda esa har bir o'quvchi jalb qilinadi, individual rivojlanish ta'minlanadi. Ta'lim sifati yaxshilanadi. Kamchiliklari: ko'p vaqt talab etadi, o'qituvchidan katta tayyorgarlik talab qiladi, sinfni boshqarish ham murakkablashishi mumkin. Bugungi o'tgan mavzuimiz mana shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.